What's up? İyi bilet. Uzur bola. Yo hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana o'sha kutilgan kunlar keldi. Bugun sizlar bilan ukam Negerda video olamiz. Yo what's up Neger, bugun sizlar bilan video olamiz. O'sha videoni ko'p juzmasdan boshladik. Bekor başa tirilganmiz. Nimaga? Chunki siz Короче, sizda uyalmaymiz-da. Maka boqimi mana? Yo. Boq. Ayo bo'ldi boshlandi. To'xting. Boq mazza. Bo'ldi. Detiskallashmaymiz, ha? Yo, olmaysan. İnanki kirgizadi. Öldürmeyin sizi xotirani. Öldürsam men jo'q. Maka debdi. Maka itmoqchi. O'zini yuzim. Yordamlashmasak kesam hisobi. One hour later. Urma, urma. It xo'rlangan otadi video chiqib kelsa. Bugungi soat kech payt akam bitta itni xo'rlab o'ldirdi. Demak, bugungi vazifamiz nima? Juda ham katta baza qurish. Uning uchun bizga ko'proq daraxt kerak. Va ukam Neger aytdan boshlayver. Yo, biz 30 joy topishimiz kerak. Namo'roy. Voy, daytsizmi? Shit topdi dedi. Uzun. Sorry, ingliz tilida kechiring degan bola uzun so'rayman. Biz oldimizda akachim Mishiq ham bor. Mishiq aytib qo'ydi, mehmon deganim. Ovoz chiqarmayapti, xonimchalar. Anaqa nima edi? Uni nomi nima edi? Nima? Detatalar. Deta deb qo'ya. Ukam o'rgan ekan, nima deyapsan? Hasanboy Neger. Ukamiz teshib chiqsin olmasin narsa. Nima olgan bo'lsa teshib chiqsin. Iloy. Aka? Aka qulog'ingiz. Bola hali 2 minutda bo'lmadik. Aka qulog'ingizga nimaga 2 minutda bo'lmayapsiz aytaymi? Chunki bizning obunachilarimiz hammasi o'sha videolarga like bosmasdan faqatgina uyda Minecraft o'ynab, o'rtoqlar bilan mazza dam olish, yeb ichish, ashaqa. Maktabda o'qinglar, keyin bolalar like bilan obuna bosinglar. Sizlar akkaunt ochinglar, qanaqa qiyinligini bilasizlar, to'g'rimi? Men yuragimga botadi axir, stressda bo'laman. Hayotdan ko'rgan bola deb qo'yay. Do'stlar, ashitaga bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda obuna bo'lmasanglar, akam yomg'ir bo'lyapti, ko'chaga chiqib siz stress bo'lishi mumkin. Da. Bizda ham bir yomg'ir yog'armikan? Yog'adi. Yomg'ir emas, qor. Sizlarda qor yog'ayotgan bo'lsa bitta like bilan obuna bosib qo'yinglar. Da, sinmasin. Yo'qmaganlar ham bosib qo'ysin. Jannatim ukam rosa menga tashlab beryapti. Rozi emasman. Sen kimga o'xshataman deymi? Sariq bolaga o'xshataman. Boy, nima deyapsan? Sariq bola. Yo, sen qora bolasan, sal pal o'xshaysan. Da. Bo'ldi, boshlaymiz. Siz g'irt bo'lmaysiz, chunki sizni ishimiz yirtiq. Bo'pti, qara. Men senga blokda berganlik uchun. Короче, nima deyapsan? Hech qayerdan topolmaysan bu yerda. Bu narsani. Blok toping, blok bering, menga blok. Blok bersizmi? Mana qilib tushib bersa, mayli. Qilib tushib bersa. Aka, uni zo'r tushib beraman. Da, siz tushib beraman, jonlar. Bo'ldi. Ketdi.
Bo'ldi, men bazam qurishga ketyapman. Birga quramiz-ku. Quramiz-da. Qishingni tashlangdan ko'rasang. Menga kitma yasamaysiz, qummani qilib beraman. Qum kavlayman. Shu xolos. Qarasa so'laylik. Mana masjidda yasaydigan bo'ling. Yo'q, jinnimiz aka bo'lmaydi. Zo'r qilib boraylik bo'lsa. Kamerga yozib qo'yinglar. Kimning gapi to'g'ri? Men joyim yaxshi edilar. Do'stlar, akam kibr. Fi. Dedi. Menga arazlamay qo'yar, menga qo'y. Arazlamang jonim, arazlamang dedi. Mana qo'yam arazlab ketyapti. Hey qo'y desam qarasa. Qo'y. Men qo'ymanmi qo'y? Bila. Qo'yam biladi. Qo'y, men qo'ymanmi? Davay anaqa yasaymiz. Kerak u anaqa. Bo'ldi, biz bazamiz masjidda yashaydigan bo'ldik. Yuqoriroqdan yasashimiz kerak, mana masjid bo'ladi. Uzun qurishimiz kerak. Men lekin hozir kallamda kalla qo'yda bo'ladi. Bizda miya. Miya bo'ladimi? Yo'q. Kamet yozib qoldiringlar. Va uzr bola, o'zimga rosa yomon so'zlar kelyapti. Oldingi videolarimizda so'kinmasdik. Boshqa qilmasdik. Lekin men bizga bu hazil. Masjidda quradigan bo'ldik. Bola kamet yozib qo'yamiz, Husomi hid ko'tmi? Shunaqa. Kim aytyapsizmi ko't deb? O'zing ustingda o'zing kulyapsan-ku. Bola kamet ko'zlar Husomi hid. Ko'ringlar degan bo'lami? Kamet yozib qoldiramiz-da. Siqilma, uka. Stress yomon narsa deb. Shu yerga bitta ketadi-yu. Tiyara hobi. Inasa kirib. Tur yo'qol Husanboy, yasashimizga qo'ying. Aka, obunachilar ham qiynab ketdi, qacha yasa bo'ladi bu-ka. Latta qo'taqlar deb. Kamet yo'z qo'lamiz, Husomi g'irt latta bo'ladi. Mana shu video nechta like bo'lsin? Mana shu video agarda bir 20 ta bo'lsin, bola qiynalmasin, g'urlanmasin, Mana shu video 20 ta bo'lsin, ukami sochini kal yo'lamiz. Menimi? 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 O'z kal bo'lasan, oppa. Siz ashatingiz kal bo'lasiz. Yo'q. 70. Asakalisam bilib qo'y shuniki. Men asakaliman, bolalar bu qishloqli g'irt do'lan. Yo'q. Do'lanliklar ham qattiq lekin. Abdushi bo'ldi. Bu qum yasab o'tirganda biz muammo ishlarda bo'lib turamiz. Chichor gapirishdi ham, voy bile. Do'stlar, agarda biron qarindoshimiz yoki o'rtoqlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, menga piqirt. Mana biz kuzatadigan bor va bu Husanboy ukaxonimizda. Yana bitta Husanboy bor, shuning uchun aytyapti, bu g'irt qo'p aka. Qaras Husanboy so'kinmasdan. So'kinmaylik. Husanboy aka, shu video ko'rayotgan bo'lsa, like obuna bosib qo'y. Mana shu video ko'rayotgan bo'lsa, omalekim bosib. Obuna bosib qo'ygan, obuna bo'lib qo'ygan. Kommentdan yozib qo'ying, ukaxonim. Like ham bosib qo'y. Boshqa nima qilsin? Yana nima qilsin? Bechora bola. Nima qilsin aytdimi? Qani. Ay sen unaqa narsalar. Uka, zarilmas qiladigan u. Sonra to'g'ri qilgan. Bo'pti, hazillaysan. Bola uzr so'rayman, maktabga borib shunaqa nima bo'lib keldi? Do'stlar, uzr nimaga buni deyapti? Bunaqa uni demasdi-yu desanglar, maktabga borib stressga tushib keldim. Mana shuning uchun deyadigan qo'lim stressni.
anaqa qo'ying. Endi men aka anaqa bitta divanga yetadi. Mayli zatto. Bitta divanda ikkalamiz ekan. Belki bitta qo'yib qo'yamiz. Menga qilich bersiz olib kelardim. Yoki bolta emas, anaqa narsa bersiz kirka eniki. Tosham olib kel. Tosham olib kelaman. Bor yo'q, kul. Kul tayyor kul kimga ham kerak emas. Aka meni so'kintirmang, iltimos. Bu odamlar o'zi so'kiyapsan. Iltimos. Qo'raymi? Husamu sen nimasan deymi? Xir keyib qo'yibsan. O'zda. Bo'ldi-ka, hazil huzul qilma o'g'lim. Bo'ldi. Sabab bu videoni sendan boshqa kim ko'rishini bilasan. Uzr kechirasizlar, iltimos so'rayman. Men bu videoda haliqa shunday kesib yuborasizlar, chunki men bu videoda qattal zapal bor. Shu gapingga xuddi shu yerda kesib yuborimman-da. Bola menimcha akam menga stream qilishdi. Kompyuterda o'rgatdi har kunlari, lekin kompyuterda qilishni bilmadim. Keyin esa telefonda o'rgatishdi bizga akamiz. Va yaxshi qiladigan bu qoldim. To'g'rimi, kommentga yozib qo'y. Agarda shu video akacha ukam Telegram YouTube kanal ochgan. Mana chiqarib qo'yamiz. Kommentga yozinglar, yaxshi YouTube kanalimi yo'qmi, hacker 300 deb yozib qo'ygan. Do'stlar, u oddiy kalam, chunki men odamlarga agarda kimdir chat bo'lsa, kommentga yozib qo'yamiz, kim zo'r kurishda qarochiz. Gapirishni bilmaysiz-da. Qanaqa ukam, men pressini so'rayman. Gapirish. Gapni yemoqdi. Yemadi yana. Yemadim aka, kechiring, iltimos, meni kechiring. Bosh ko'zimdan kechiring, iltimos aka. Bo'ldi, detishga ilashma. Voy, so'kanus. Uzr, g'alati ovozlar chiqib qolgan bo'lsa sizlardan ming bor uzr so'raymiz. Bitta odamni deb mashinchalik bo'lyapti-da. Mana 60 ta anaqa yetadi aka. Men 32 ta qilib kelib bo'lganman bu allaqachon. 32 ta nima ham bo'lardi? Men 60 ta qildim ekan. 60 ta. Tez sanab oldi. Stressga bordim. Kommentga yozib qo'yamiz. Uyimiz qanaqa chiqyapti? Menimcha keyingi safar yangisini quramiz. Aka zo'rrog'ini. Necha minut bo'ldi? 7 minut bo'ldi dash. Bola bundan keyin video chiqarmasligimiz mumkin emas. Chiqaramiz albatta. Kim aytdi chiqarmaymiz deb aka? Men aytdim. Gap bor. Gap bor. Nima qilasiz? Urasizmi? Gap bor. Urasizmi? Stressga tushyapti, stressga. Hammasi nima? Aka nima qilyapti? Bitta gapni yo'qlab olishini qiladi. Voy balla. Stress. Men aka qoch yo'qol, qoramayol, skiningga. Yo'qol. Hali blokmi? Ey! Mol. Darmir. Shular men olay 28 ta. Bor ko'mirni qipga qo'l. Bo'ldi. O'zimga kerakli asqalar deyapman. Va uyimiz tayyor. Komment yozinglar, necha chiroyli chiqdi. Shu bilan video tugadi. Yoqqan bo'lsa like va obuna bosishni unutmanglar. Sizlar bilan men va ukam Nigir bo'ldi. Hammaga xayr.